Assalomu alaykum. Kuninglar xayrli, fayzli, barakali bo'lsin. Ko'mavoynida hammalarga yaxshi kayfiyatlar hamroh bo'lsin. Men Xudoga bergan omonatlik. O'z mahallamda yashayapman. O'zim shu mahallada turib, aynan mana ko'chadan o'tmaganimga ancha bo'libdi. Mana qarang. Istirohat bog'iga o'xshaydi. Jimjit joy bo'lsa, agar transportlarni nazarga olmasangiz, jimjit o'tirib dam oladigan joy. Tabiat qo'ynida. Lekin ish tayini bo'lmasa, dam olish ham tatimas ekan. Bozorda ishlardim. 30 ga chiqdim. Ko'z ochib yumguncha 2 oy bo'lib qopti. Dam olganimga ham. Sababi raqobatchilik ko'payib ketdi. Bozorning o'zi ham avvalgiga o'xshamas. Jon deb mazza qilib ishlaysiz, savdo qilasiz. Oldingidek emas-ku. Qiynab turganda ijara narxlari. Haqiqatan ham bu mahallada o'tmaganimga ancha bo'lgan ekan, tinchlantiradigan joy ekan. Hamma yoq ko'm-ko'k. Ko'z tegmasin. Bog'ga o'xshab qoldi, bog'ga o'xshab. Hamma yoq ko'm-ko'k mana. O'zi ertadan kechgacha uyda o'tiraverib, zerikkandan bir aylanib kelay. Yaxshi bo'ladi. Qon aylanishi ham. Deb chiqdim. Mana qarang. Kecha shaharga chiqaman deb niyat qo'ydim, mana Prunzovskiy торговый center, Bobur bog'lariga chiqaman. Dangasalik qilib chiqmadim. Xudo xolisa nasib qilsa oldingi ishlagan joylarimga bir sayohatda qilib chiqaman. Ko'rishganda ko'rishguncha, uchrashganda uchrashguncha, xayr. Sog' bo'lasizlar.